Demak, respublika ikkinchi boshqaruv shakli qanaqa shakl ekan? Boya aytdik-ku. Respublika shakli. Respublikaga ham o'z ichida ikkiga bo'linib ketadi. Ya'ni qanaqa respublikalar bor bizda? Prezidentlik respublikasi hamda parlamentar respublikasi. Prezidentlik respublikasi oti bilan aytib turibdi. Kim boshqaradi u davlatni? Prezident boshqaradi. Parlamentar respublika oti bilan aytib turibdi. Kim boshqaradi davlatni? Parlament boshqaradi. Bizda davlat parlament boshqarmaydi, bilasizlar? Bizda faqat qonun chiqaruvchi hokimiyat parlament ijro etadi. Bizda davlatni prezident boshqaradi. Xo'p. Respublika boshqaruviga shaklidagi belgilar qanaqa? Mana belgilar sizlarga tushadi. Mana sertifikat savol. Sertifikat savollar asosan belgilar tushadi. Shu belgilar degan joyi, turlar degan joyga juda ham qattiq e'tibor beriladi, tushundinglar? Xo'p, hokimiyat oliy idoralari saylab qo'yiladi. Haqiqatan ham bizda prezident ham, oliy majlis ham nima asosida keladi hokimiyatga? Saylov asosida keladi. Keyingi hokimiyat vakolalari qat'iy ravishda 3 ga bo'linadi. Bizda 11-moddada bor edi, esinglardami? Qanaqa hokimiyatlar bor edi? Qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi hamda sud hokimiyati to'ppa-to'g'ri. Mana shu qonun, mana shu qismlarga bo'linish kerak-da. Keyingisi hokimiyat oliy idoralarining o'z qarorlari saylangan muddat davomida qabul qilinishi. Ya'ni tasavvur qiling, biz oliy majlis necha yilga saylaymiz? 5 yilga saylaymiz, to'g'rimi? Qonunchilik palatasi 5 yildan keyin 6-7-yilda ham o'zini anaqa oldingi turgan deputatlar qonunlar, qarorlar chiqaraversa to'g'ri keladimi? Yoki prezident lavozimidan ketsa ham o'zining qonun, qarorlar chiqaraversa bu to'g'ri keladimi? Yo'q. Saylab qo'yilgan paytdagina o'sha vakolat unga nima bo'ladi? Tegishli bo'ladi. Qolgan payt unga tegishli bo'lmaydi. Fuqarolar davlat ishlarini boshqarishda ishtirok etadi. Demak, fuqarolar davlat ishlarini boshqarishda nima qilar ekan? Ishtirok etar ekan. Prezidentlik respublikasi bor ekan, parlamentar respublikasi bor ekan, uchinchisi ham bor ekan, aralash respublika. Shuni yozib qo'yamiz mana. Aralasham deb yozib qo'ydik. Aralash respublika. Demak, 3 xil respublika turi bor ekan: prezidentlik, parlamentar, aralash respublikalar. Xo'p, prezidentlik respublikasida bevosita nima degani? Bevosita degan, bilvosita degan tushuncha bor. Bevosita degan to'g'ridan to'g'ri degani. Bilvosita degani через degani. Kimdir orqali degani, vakil orqali bo'lishi mumkin. Lekin biz prezidentni vakillar orqali saylaymiz. Tasavvur qiling, telefon qilib o'rtog'ingizga "Men ana sanda bor ekan saylov huquqi, meni saylov huquqim bor. Biroz senga yuklatilgan ekan shu vazifa, meni o'rnimga mana shunga ovoz beraverasan" deysizmi? O'zingiz bor, to'g'ridan to'g'ri nima qilishingiz kerak? Ovoz berishingiz kerak. Demak, bevosita saylov asosida xalq saylaydigan va juda keng vakolatlarga ega bo'lgan prezident boshqaradigan bo'lsa, bu qanaqa respublika bo'lar ekan? Prezidentlik respublikasi bo'lar ekan. Xo'p, davlat boshlig'i saylanuvchi mansabdor shaxs bo'lib, asosan parlament tomonidan saylanadigan bo'lsa, bu qanaqa respublika bo'lar ekan? Parlamentar respublika. Masalan, Germaniya, Italiya, Gretsiya. Xo'p, prezidentlik tushunarli. O'zbekiston, Qozog'iston, Rossiya, Amerika Qo'shma Shtatlari sizlar ko'rgansizlar, lekin parlamentar sal tushunarsiz bo'lishi mumkin. Mana shu narsani sizlarga tushuntiraman. Qaranglar. Xo'p, Germaniyada parlament Reichstag deb ataladi. Nima deb atalar ekan? Reichstag. Endi Bundesrat deb ataladi, o'zi Reichstag deb aytaylik. Mana shu Reichstagga siyosiy partiyalar tomonidan ovoz berish yo'li bilan saylovlar o'tkaziladi. Mana bitta siyosiy partiya, ikkita siyosiy partiya, 3 ta siyosiy partiya hamda 4 ta siyosiy partiya nima qildi? 4 ta siyosiy partiya nima qildi? O'sha Reichstagda deylik, masalan, 400 ta o'rin bor. Mana shu o'rin uchun nima qilyapti bular? Kurashyapti. Tushunyapsizlarmi? Reichstagda nechta o'rin bor ekan? 400 ta deputatlik o'rni bor. Mana shu uchun nechta partiya kurashyapti? 4 ta partiya 400 ta o'rin uchun kurashyapti. Qaysidir partiya g'alaba qozonishi aniqda, to'g'rimi? Qaysidir deylik, men bitta partiya 100 ta ovoz oldi, bittasi 80 ta ovoz oldi, bittasi 230 ta ovoz oldi. 230 ga 330, 330 ga 400 bo'lib ketyapti. 230 emas. 150 ta oldi deylik, ha? 150 ta oldi, bittasi qancha bo'ldi? 150, 250, 300, bittasi yana 70 ta ovoz oldi. Shunda to'g'ri bo'ladimi? Qaysi bir g'alaba qozondi? 150 ta, mana 150 ta ovoz olgan 3-qatordagi, mana 3-qismdagi siyosiy partiya nima qilindi mana shu saylovlarda? G'alaba qozondi. Endi hukumatni kim tuzadi? Hukumatni kim tuzadi? Mana shu 150 talik o'rinni egallagan partiya o'zini hukumatini tuzadi. Endi o'zidan
o'zini ichidan yoki biron bir shaxs nimasini ko'rsatadigan bo'lsa, dasturni ko'rsatadigan bo'lsa, unga bosh vazirlik vakolatini berib, uni ijro hokimiyatini rahbar qilishi mumkin. Yoki o'zini ichidagi deputatlar bilan qonunlar qabul qilishi mumkin. Butun davlatni o'sha 5 yil mobaynida mana shu siyosiy partiya nima qilar ekan, boshqarar ekan. Xohlasa 3 oydan keyin prezidentni olib tashlaydi. Xohlasa 5 oydan keyin nima qiladi? Agar vazifasini yaxshi bajarmayotgan bo'lsa, bosh vazirni olib tashlaydi. Xohlasa boshqacha qonunlar qabul qilib, davlatni boshqacha tarzda boshqaradi. Tushundingizda? Xalq kimga ishonch bildirdi? Mana shu 3-ro'yxatdagi siyosiy partiyaga ishonch bildirdi. Siz faqatgina deputatlarga ovoz berasiz-da, parlamentda, respublikada. Siz to'g'ridan-to'g'ri davlat boshlig'iga ovoz bermaysiz. Davlat boshlig'ini bular o'zi nima qiladi keyin? Tayinlaydi. O'zini ichidan birorta odamga yuklatadi yoki boshqa bir odamga dasturni ko'rib yuklatadi. Kim tushunmadi shunga? Tushundingizmi? Demak, Gretsiyada qanaqa qilib boshqarilar ekan? Avvaliga grek xalqi qo'ying shu 100 boru. Avvaliga grek xalqi usha o'tirasiz, maza qilasiz, yuzsiz usha o'tirsiz. Bu bejara yuz ham sizdan bor, iltimos qo'lingiz kelsa, iltimos mana shu qo'lingizni yig'ishtiring deb ayta olsa kerak, gapi bo'lsa bor. Qo'ying shu yuzingizni. Men sizga necha marta aytaman. Birinchidan, balog'at yoshida o'z tabiiy jarayon, bunaqa nima deydi, husnbuzarlar, ugrilar chiqishi bu tabiiy jarayonda bu. Buni siz qancha yulib, anaqa qilaversangiz, nima deydi? Boshqa joylarga ham o'sha tegadi-ku, to'g'rimi? Yurgandan keyin suvchalar tegadi, yeringlar tegadi. Shundan keyin boshqa joylarda ham sekin chiqishni boshlaydi. Shuning uchun loch tegmaslik kerak. Qurib yo'qib ketadi. Uylanganingizda ham yo'qib ketadi. Miqdor katta-da sizda hozir. Anaqa testosteron miqdori juda ham katta bo'lganligi uchun u nima qatdandir teshib chiqish kerak-ku, to'g'rimi? Shuning uchun unga teginish kerak emas. Teginmaydi hamma, siz qo'lingiz qichiydimi, men balo. Qichima kasalingiz bormi? Kitob ko'tarish qiyinlik qilmayaptimi sizga? Endi qiyinlik qilmasa kerak-a, menimcha. Yaxshi tushunyapsizmi? Aniqmi? Muammo yo'qmi? Yaxshi. Demak, tushunarli bo'ldi. Sizlarga endi men bitta ro'yxat beraman. Ro'yxat, yodlanadigan ro'yxat. 150 ta davlatni yodlasanglar ham bo'ladi. 150 ta davlatni nimalarni yodlashimiz kerak bizda? Bilim baholash agentligi, sizlarning agentliklaring bor, test tuzadigan. Ularning sharofati bilan hozir 200 ta davlatni xohlaganini beryapti. Mana shu davlat qanaqa davlat deb. Shuning uchun biz nima qilishimiz kerak? 150 ta davlatni boshqaruv shakli, tuzilish shakli, siyosiy tartibotini nima qilishimiz kerak ekan? Yod olishimiz kerak ekan. 150 ta davlat. Masalan, siz bilasiz, Rossiya qanaqa davlat? Respublikami, monarxiyami? Respublika, to'g'ri. Prezident boshqaradimi, qonun chiqaruvchi hokimiyat boshqaradimi Rossiyani? Prezident Vladimir Putinni bilasiz, to'g'rimi? AQSh qanaqa davlat masalan? AQSh respublikami, monarxiyami? Sizdan so'raganim o'zlari javob bersin odamlar, iltimos. AQSh respublika, to'g'rimi? Prezident boshqaradimi yoki o'sha parlament boshqaradimi buni? Donald Trampni bilasiz, to'g'rimi? Qozog'iston qanaqa davlat masalan? Respublika, prezident boshqaradimi? Prezident, demak prezident ko'pini bilar ekansizlar sizlar o'zi. Sizlar aniq bilaman, 150 tadan 100 tasini bilasizlar. O'zingizlar bilmaysizlar, bilingizlar. O'zbekistonni bilasizlarmi? AQShni bilasizlar, Qozog'istonni bilasizlar, Rossiyani bilasizlar. 4 ta, hammasini bildinglar, 4 ta aytdim. 4 ta aytdim, hammasini bildingiz. Qarang, 5-chisini ham bilasiz, javob beraman sizga. Ozarbayjon qanaqa davlat? Respublikami, monarxiyami? To'ppa-to'g'ri, malades. Ozarbayjon monarxiya. Chunki undan oldin Geydar Aliyev bor edi. O'g'li Ilhom Aliyev davlatni boshqarib kelyapti, to'g'rimi? Otadan meros o'tyapti-da, to'g'rimi? Rostdan shunaqa, ishonmaysizmi? To'g'ri, o'zi respublika, hazillashyapman. Yana men anaqa qilib qo'ymaylik, degani internetga chiqib ketib, orqamdan yo, o'zi to'g'ri javob, o'zi bilmagan holda bir qisman to'g'ri javob berib qo'ydingiz-da. Ozarbayjon respublika, o'sha Ilhom Aliyev ham, o'sha Geydar Aliyevning o'g'li Ilhom Aliyev ham saylov orqasidan kelganda, o'zidan o'zi otam prezident bo'lgan ekan, men ham bugundan boshlab prezident bo'laman demagan. Lekin bu narsa noto'g'ri. Iloji boricha o'sha boshqa odam boshqargani yaxshi baribir. O'g'lidan o'g'liga o'tkazsa, u Geydar Aliyev hozir o'zining o'g'liga o'tkazaman deydi, u fikrlar paydo bo'lib qoladi-da. Sizlar prezidentimizga shunaqa fikr paydo bo'ladi sizda? Qo'ysangizchi. Aldamasdan gapiraveraylik. Siz boshqasini bilasiz. Javob Turkmaniston qanaqa davlat? Turkmaniston respublika. Qanaqa respublika? Parlament. Prezident respublika. Uni ham hozir anaqa nima edi birinchi prezidentning oti? Kim biladi prezidentning oti birinchisi? Gurbanguli Berdimuhamedov.
Hozir uni o'g'li boshqaryapti-ku. Baribir respublika. Baribir respublika. Chunki o'sha o'g'li ham nima orqali kelgan? Saylov orqali kelgan. Mana Turkmaniston ham o'g'il orqali kelgan lekin respublika ekan. Xullas, tushunarli bo'ldimi?